O'yinchilarga joylashtirib olamiz. Uning o'rniga Ronaldoni chiqaramiz. Cityga 5 ta gol ura olamizmi? Luis Suarez. City Holland o'rniga Luis Suarezni sotib olibdi. Qiziq voqealar bo'ladi bu yerda o'zi. Yo'q, Semenyo Dokumudi. Fernandes, Casemiro, Sam, Steindan super zarba, afsuski noani. Bir gol urishimiz mumkin edi. Gabriel, Ronaldo, Vinicius, afsus noani. Yaxshi, hozircha ustunlik bizda. Ronaldodan pas Vinicius ololmadi. Stein qo'yyapti, Fernandes. Viniga. Yo. Nahotki men Vini bilan hozir darvozabonni aldab noaniq zarba berdim. Atak Fernandes yaxshi o'ynadi. Vinicius oxirigacha o'ynamadi. Yaxshi Stein pressingni olib qo'yapti. Steinning o'ziga. Stein Vini Ronaldoga olib qo'yapti. Ronaldo emas, Vini qaytarib oldi. Vini ortga olyapti. Vinidan olib qo'ydi. Harry Maguiredan pas, Ronaldo shtanga va jarima zarbasi. Yaxshi Vini oxirigacha o'ynamoqda. Ronaldoning o'zi bilan qochib keta olamizmi? Yo'q. Ortga pas berib yubordi. Raqib Gabrieldan patkat ko'ramiz. Ajoyib patkat. Casemiro tog'. Vaqtida Realning tog'i bo'lgan Casemiro hozir Inter Miamiga o'tish arafasida edi, adashmasam. Yaxshi. Salibadan ham patkat ko'rdi. Salah. Doku. Rodri. Casemiro. Yaxshi. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Super gol Mbappe tomonidan. Mana shunday super gollarni ko'p urmoqdaman oxirgi vaqtlarda. Pas o'tmadi, ammo o'zi zarba berib yubordi. Joyida. 26 metrdan 71 darman gol urdi. Yaxshi zarba. Rivaldo. Mbappe kalla qo'ya olmadi. Van Dijk bilan zarba ko'ramizmi? Van Dijk qochyapti qanotga. Uzatma. Ronaldogacha. Dembele olib keta olmayapti. Van Dijk olib qo'yapti. Ronaldo. Rivaldo. Mbappe gol! Hisob 2-0. Mbappe kallada gol uryapti. Ronaldoning uzatmasidan so'ng. Harry Maguiredan patlat. Ammo sariq kartochka. Noaniqlar bor. Fernandes Silva tomonidan. Cristiano.
Cristiano! Super gol. 16 tashqarisidan urdim adashmasam. Vashshi super gol bo'ldi. O'z ichkariga yorib kirib, mana chap oyog'ida 19 metr masofadan 67 udar bilan deviatga mo'ljallab qo'yyapti. Bugungi videoda уже 3-chi super gol. Demeli Rivaldo o'tib ketasan deb o'ylayman. Va Gabriel Sanovdan xato, bizdan ham xato. Noaniq uzatma bo'ldi ulardan. Uzatma. Va Yıldız o'tib ketyapti. Yıldız qochyapti. Yıldız zarba yo'llayapti va Donnarummadan save. Valverde Yıldızga, Yıldız Rivaldoga. Rivaldo ichkariga uzatma Cristiano va Donnarummadan yana bir save. Donnarumma bo'lmaganda biz 5 ta gol urgan bo'lardik menimcha. Yıldız, Cristiano, Mbappéga. Mbappé o'zi yorib kiradi. O'zi shunday qilmoqchi. Va to'p yo'qotdi. Va 3-0 hisobda o'yinimiz yakunlanyapti. Topshiriq bajarib ulgurmadik. Yana 2 ta gol ursak topshiriq bajariladi 100% bilan. Saka bilan Di Marko chiqdi. Biz esa Messi bilan Griezmanni olib full qilmoqchiman. Kelasi videolarda ko'rsataman. Sizlar obuna bo'lib qo'ysalar bo'ldi. Keyingi o'yinga Napolidan hech kim olmaganman adashmasam. This is not Salah. Salah oldirdi kaptokni. Bruno ham kaptokni oldirib qo'yyapti. Darvozabonga pas, darvozabon Ederson, Ronaldo, Vinicius. Ronaldoning o'ziga. Vay, sal qilyapti. Ronaldodan uzoqdan zarba berdik. Gabriel Salah yetdi, ammo noaniq hisobni berdi. Yaxshi, noaniq uzatma berdi. Raqib Vini bilan qanotga qochamiz. Uzatma. Robertsondan uzatma. O'tmayapti uzatmalar. Robertsonning o'ziga qaytdi to'p. Robertson Vinidan uzatma, Cristianodan gol. Buller Haydar. Yana bir gol ursak, topshiriqlar bajariladi. Va Bruno, Salah, Vini. Ya, Stein. To'pni berishmadi. Yaxshi, birinchidan Bruno. Biz almashtirish qildik. 5 ta almashtirish. Yo, juda ham ajoyib pas. Va Van Dijk.
Opasini beliga tepdi. Dembele. Ye. Carvajalga no'noq uzatma berib yubordim. Rivaldo kaptakka birinchi etdi. Rivaldoning o'ziga uzatma. Rivaldo ichkariga. Darvozabon. Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savicning bo'yi 2 santimetr. Bu ma'lumot tariqasida aytyapman. 2. Pushka berdi Valverde. Tepishga ulgurmadi. Ronaldo olib qo'yapti. Qanotda Mbappe. Ronaldoning o'ziga Ronaldo, Dembele, Valverde. Yıldız o'tkiza olmadi. Van Dijk. Voy, o'tganda bormi? Nahotki biz hozir yana bir gol ura olmasak. Ronaldo. Hammadan. Ichkariga uzatma. Cristiano. Ikkinchi golni ham Cristiano gol uryapti. Voy. Robertson, Mbappe, Rivaldo. Birinchi Rivaldo borsa-ya, shu kaptakka. Voy. O'tolmadi. Voy, qanot Robertson qayoqqa qoldi? Xavfli vaziyat Napolidan. Gabriel. Qanotga uzatmaydi. Mbappe birinchi yetib borardi o'ylashimcha. Mayli. Ye! Svet o'chib qoldi. O'chib qolgandan keyin, svet yongandan keyin mana video olishda davom etdim. Ronaldo yaxshi o'yinchi bo'ldi. 2 g'alaba. Tezda o'tkazib olamiz. Va mana o'zimizning topshiriqlarni bajardik. Va 5 ta ham oldik. Bunga tangamiz va transferda bizga Declan Rice va Nico Pas chiqyapti. Bizga esa kim kerakligini bilasizlar. Antoine Griezmann bilan Messi kerak. Ikkalasini birdaniga kuchaytirib, bu qilib videosini ko'rsataman sizlarga. Va 3 ta sezon pas ochibdi. Yaxshi, bizga foyda. 900 so'm bo'ldi.